Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli farmoyishiga muvofiq joriy yilning 13-14 mart kunlari yurt obodligi avvalo mahalladan boshlanadi shiori ostida umumxalq xayriya hashari o'tkazilishi belgilandi. Termiz davlat universiteti jamoasi bu xayrli ishga yeng shimarar ekan avvalo kengashib, farmoyishda belgilangan har bir vazifalar ijrosi taqsim qilindi. Professor, o'qituvchi va ishchi xodimlar kampusdagi obodonlashtirish va tozalik ishlariga jalb etilgan bo'lsa, 1500 nafar talabalar viloyat markazidagi mahallalarga bo'lindi. Borligimizni tabiat ham his etsin degan ezgu amal yo'lida birlashgan yoshlarning mehnatlari evaziga natijalar ham darrov ko'zga tashlandi. Talabalar kelib hamma joyni tozalab ketdilar. Ota-onasiga rahmat ularni. Hammalari sog' bo'lsin, yaxshi o'qisin. Universitet bilan yaqin yashaganimizdan xursandmiz. Prezidentimiz ham sog' salomat bo'lsin. Mana shunday hasharlarni tashkil qilganiga hammalaringizni mana kelayotgan Navro'z bayrami bilan tabriklayman. To'plangan chiqindilar esa shu zahotiyoq universitetga tegishli maxsus avtomashinalarda olib ketildi. Birdamlik va hamjihatlikni tarannum etgan hashar ko'ngilli talabalarimiz uchun yaxshilik ulashish fursati sanaldi. Ular ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam vakillari xonadonlarida bo'lishib, uy-joy sharoitlarini yaxshilash, ko'kalamzorlashtirish ishlarini bajarishdi. E'tiborli tomoni, hashar Malika Tojiyeva singari iqtidorli talabalarimizning biznesga aylangan loyihalar uchun xom ashyo zaxirasini shakllantirish imkonini berganligi bilan ham o'z ahamiyatini yana bir bor namoyon etdi. Hashar bahonasida kursdoshlarim menga juda ko'p miqdordagi plastik chiqindi, ya'ni baklashkalar olib kelib berishdi. Bu baklashkalardan men o'z loyihamni olib borish uchun asosiy xomashyo sifatida foydalanaman va bu baklashkalarning miqdori juda ko'p prototiplar qo'yishimga yetadi. Chiqindisiz shahar tamoyillarini targ'ib etish va joriy qilishdan nafaqat talaba yoshlar, balki har bir fuqaroning ham o'rni va ishtiroki bo'lishi avvalo madaniyatimizni ko'z-ko'z etib, insoniyat oldidagi burchimizni teran idrok etishimizni namoyon etadi. Atrof muhitni asrash, ekologik musaffolikni ta'minlash yo'lida qo'shgan hissangiz uchun sizdan minnatdormiz va albatta sizdagi ongli munosabat har kunlik odatingizga aylanishidan umidvormiz.